yar yok. Mehmet aka, kapılap kaldınız mı ya? Neymiş kapılap kaldı? Ekşi hoşulap kettim. Biz de kapılap kalgan şey deptik. Sen kapılap da. Işkınlaның hakikati avaz ornunlu naati yaxşı ken. Sizler talantınlarını yaxşı paydalanıp, özümüzün mukamlarını, xalq naqşlarını yaxşı ögünüp, ustaz sanatkarlardan köplep ta'lim elip, keng xalq amimizning ma'naviy turmushini bey chiqtirishinglar qanday? Bo'lamdi? Rahmat. Ma xalq naqshisidan gap chiqib qoldi. Ma xalq naqshi bilan ishlangan bir film bor. Shuningdan ariyada o'rab turing. Ma biz harakatini o'rganib olamiz. Men ma shogirtimga va'da bergan. Biz ma Mehmet akam naqsh aytib bersak bizga harakat o'rgatib qo'ydi deb va'da bergan. Shuni o'rab beramiz. E'lon qildim. Qanday dedim mehmonlar? Hey. Bu o'rab bersang deb o'raydigan bu. Nimin o'rayma? Sirlik olmini. O sirlik olmini qanday? Xolis qanday? Unda bo'lsa men doğray. Sizlar bu muzikantlar bilan birlashib menga maslashinglar qanday? Buldu. Rahmat. Yaxshi kunimizmi? Xolisxon, meni tushensang shu xotin, meni tushensang shu xotin. Menda yo'q. Bu xilqingni qachon qo'yasan, ha? O'tgan qatimqi va'dalarini. Sening yosh qizlarga bo'lgan po'g'irlig'ing, amon beshingga chiqdi. Menimda ayb yo'q. Bu ahmoq vazirning qilgan ishi. Og'zingni yum bechara. Sen mening pullarimni xajlab, bay yashayapsan. Yotqanga qarab pusun. Sen baribir qarning amrini do'riyamaysan. Uning degan yo'lanchiki bor odam. Meni tushensang shu xotin. Mening kelgusida 100 obro'y topqim bor. Nima? Sen 100 obro'y topmoqchimi? Shundoq mening 100 obro'yim shu. Sen qalanda bo'lib o'lasan. Şahzadan bo'lsa, sening daqtingga chiqdi. Meni tushensang shu xotin, o saqtibaz. O jenim qanday xolis qanim, azizim, mehribonim. Meni kechir. Yarım bilen ikimiz amrak idik. Göz tegmesin yarım vayda.
çimende gül Bunca seni üzgün yok vayda dey Sen yarım ne demisem çimende gül bu şehrimde yürgüm yok vayda dey Sen yarım ne demisem çimende gül bu şehrimde yürgüm yok vayda dey Degdük kandak idik Yarım bilen ikimiz amrak idik Degdük kandak idik Yarım bilen ikimiz amrak idik Görsek misin yarına vayda dey Mehmet çıktı Mehmet çıktı. Ma deydim bir işlep etmeyin ma. Bu kichikni to'rtdan naqsh o'qitni deyishlaydigan bo'lamda. Bu haqlimi ishlaydi ekan-ku. Sen biz haq emas. Hamma narsaning o'z ilgisi bor. Uqdingmi? Eng yaxshisi bor ishinglar men bilan tushib, hozir chiqadigan Muratjon Bo'xtanning ijrosiga xalq naqsi yaxshi anglanglar. Va Mehmet Çaka. Va Mehmet Çaka.